Bugun sizlar bilan simulyatsionni NMG haqida gaplashamiz. Oldin sizlar bilan orqada miyadan chiquvchi nervlarni harakatlantiruvchi qismini, mushakkacha bo'lgan yo'lini ko'rib chiqamiz. Men buni sizlarga sodda tilda tushuntirib beraman. Bu rasmda nerv impulsi qanday o'tishi ko'rsatilgan. Bu orqa miya segmenti, ya'ni motonevron joylashgan. Bu qo'zg'alish manbai. Buni bo'yin segmenti desak, bo'yin segmentidan chiqqan paydo bo'lgan impuls aksonlar orqali mushaklarga tarqaladi. Masalan, yelka, qo'l, barmoq mushaklariga tarqaladi. Mushak tolalari nervdan signal kelganda qisqaradi. Ya'ni biz harakatlanganimizda, yurganimizda, yugurganimizda, qo'limizni yuqoriga ko'targanimizda nervdan mushakka kelgan impulslar orqali mushaklar qisqaradi. Masalan, ko'p bemorlar kelishadi-da, qo'lim yoki oyog'im og'riyapti, MRTga tushdim, MRTda hech narsa yo'q ekan, nimadan bo'lishi mumkin deb so'rashadi. Muammo ko'pincha shu hozir ko'rsatib o'tgan yo'llarimdagi har birida alohida bo'lgan kasallik tufayli ham kelib chiqishi mumkin. Bu narsani faqat NMG apparat, ya'ni stimulyatsionni NMG apparat ko'rsatib beradi. Stimulyatsionni NMG yuqorida ko'rsatilgan yo'llarning qaysi qismida muammo borligini aniqlab beradi. Bu esa davoni to'g'ri tanlashga yordam beradi. Videoni shu kasallik bilan qiynalib kelayotgan tanishligiga borib qo'yinglar.